Narxini 19.500 so'm qilib beraman. Donaligi. Asosiysi bunda katta butog'i singachirgani bo'lmaydi. Taxtaning yonlari ko'rinishi. Valnasi yo'q. Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Xudo xolasa bugungi sanamiz 30-oktyabr sanasi. Yangi taxtalar tushgan, narxlar bilan, razmerlar bilan tanishtirib o'taman. Xudo xolasa manzilimiz Namangan shahar, Shamshibop bozori 3-rad 574-573-joy. Xudo xolasa inshaalloh hamma taxtalar bor. Razmerlarni tanishtirib o'taman. Xudo xolasa sizlardan kichkinagina bir mehnatimizga arzimagan like bosib ketsana. Xudo xolasa juda ham xursand bo'laman. Ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa Terak bozori taraf 3-rad kirganingizda chap qo'ldan 3-rad 573-joy. O'rta darvozadan kirganda, Miqdokon kraska do'konlardan kirganda mana bu ham 3-raddan 574-joy o'rtada. Ismim Abdulbos, telefon raqamim 90-222-44-77 telefon nomerim. Bemalol zakaz qilib, inshaalloh mana shu nomerimda WhatsApp, Telegram'im ham bor. Bemalol zakaz qilib murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa videoni boshlayman. Video boshlashdan oldin bittadan like bosib qo'ysana. Xudo xolasa ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. 4 metrli strapl tushgan. Narxlari ham arzonlagan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni to'liq berib o'taman. Uzunligi 4 metrli belyari strapl taxtasi. 11-4, 14-4 plus razmerda. Holati zo'r, to'liq razmer. Xudo xolasa katta butog'i garbili yo'q, mana yonlardan ham ko'rsana bo'laradi. 11-4 plus 14-4 plus razmerda. Belyari taxtasi ozmoz ko'kargan. Bu taxtani dorilamaydi, sababi 2 kungacha dimlanib ozmoz ko'karadi. Toza sasna. Uzunligi 4 metrli. 14-4 95 ming so'm sotgandim, 90 ming so'mga tushdi narxi. 11-4ligi 75 ming, 73 minggacha sotilgan taxta 77 minggacha sotilgan aslida. 70 ming so'm. 11-4ligi 70 ming, 14-4ligi 90 ming so'm. Tusillikka 18-5 4 metrli. Lestvenitsa holati zo'r, uzunligi 4 metrli. Juda ham zo'r holatda. Buni davomi yana bor. Xudo xolasa zakaz qilaman, yangi haftaga yana tushiraman. Inshaalloh chiroyli taxta bo'ladi. Larga tusillikka 18 ga, qalinligi 5, uzunligi 4 metrli suxoy lestvenitsa zavod taxtasi. 1.5 sort, mana ko'rsani bo'laradi. Inshaalloh taxtaning holati juda ham chiroyli taxta. Narxi 153 ming so'm. 18 ga 5, uzunligi 4 metrli. Shifer reka. Kengligi 4.6-4.7, uzunligi 4 metrli suxoy. Razmeri to'liq 4.6-4.7, uzunligi 4 metr. Narxi 5800 so'mdan 1 metri. Sasni yel aralash, uzunligi 4 metrli. Bu yerda kengligi 11.2, 11.1, 11.2, qalinligi to'liq 208 qolgan, uzunligi 4 metrli, zavod holatda 100% sasna. Mana shifondek. Xuddi shunaqangi butoqsiz tozalar ajratilmagan taxtada ko'rsani bo'laradi. Tagi taraflar demoxotlari bor. Xudo xolasa holati juda ham chiroyli. Yeni 11.1, 11.2, qalinligi 208, uzunligi 4 metrli. 100% sasna, tig'larni ham mana ko'rsani bo'laradi. O'sha tig'i bilan mashhur bo'lgan polli taxta. Bir-biriga kirish qismlari ham yumaloq tig'dochilik, bemalol ko'rsani bo'laradi. Bir-biriga kirishigacha garantiya. Taxtani olgan kuningizdan boshlab 2 oy chisladan chislagacha. Inshaalloh qoqmaydigan bo'lsangiz 2 oy ichida, 2 oy ichida oralig'ida qoqadigan bo'lsangiz 50 kundir, 55 kundir, 45 kundir qoqadigan bo'lsangiz ichida singani, yorug'i, yaroqsizi chiqadigan bo'lsa, pulingiz obratna qaytadi. Garantiya 2 oy. Holati zo'r. Narxi 62 mingdan polli. 78 ga 22 lik suxoy abrishotka. Uzunligi 4 metrli. Mana bu to'g'ri tozalari ham bor ichida. Bemalol ko'rsani bo'laradi. Mana 100% sasna. Bu ham katta pachkada 3000 tosh o'rov bor. Qalinligi qalin. Yo'llardan ko'rinishi.
Suxoy taxta. 100% sasna. Pixta, kedri, yil aralashmagan. 100% sasna. Uzunligi 4 metrlik. Holati zo'r. Narxi 26 ming so'mdan. Metrga 78 ga 22 chiqadi qalinligi. Mana, bemalol ko'rsanib bo'ladi. Suxoy abrushotkalik и черный polga 78 ga 22, uzunligi 4 metrlik. Narxi 26 ming so'm bitta donasi. 15 ga 5. Listivinitsa ikkinchi sort 5 metrlik. Holati zo'r. To'rqirra, katta butog'i, garbil nuqsoni yo'q, qiyshig'i yo'q, tekis taxta. Narxi 190 ming so'm. 195 ming, 200 minggacha sotib turilgan taxta. 190 ming so'mdan 15,5 ga 5lik. Xuddi shuni 17,5 ga qalinligi 5ligi. Endi 17,5 sm, qalinligi 5, kengligi mana 17,5, uzunligi 5 metrlik. Holati chiroyli, katta butog'i, garbil nuqsoni yo'q. Inshaalloh, xudo xolasa taxtaning sifati ajoyib taxta. 215 ming so'm, 220 ming so'm sotilgan. Narxi buni ham tushirib qo'ydim. 210 ming so'mdan. Bemalol zakaz qilsa bo'ladi. 4,5 ga 37. 4,5 37 38. Reka donali, ulog'i, garbili nuqsoni yo'q ichida. Pachka ikkitadan qilib pachkalangan. 100% sasna, 6 metrli, belyari taxtasidan tilingan reka qilib. Katta butog' garbili yo'q. Narxi 7200 so'mdan. Sotilib 7400 so'mga sotilgan. 7000 so'm. Uzunligi 6 metrli. Kengligi 10 cm. Qalinligi 32. Suxoy 100% quruq. Uzunligi 6 metrli. Holati chiroyli, katta butog'i, garbili nuqsoni yo'q. Bundan ham har qancha bor. Kerak bo'ladigan bo'lsa 6 metrli strapli suxoy kamdan kam keladi. Eni 10 cm, qalinligi 32, uzunligi 6 metrli. Narxi 105 ming so'm 6 metrli strapli. 6 ga 4 qo'llik reka. Buni tagi juda ham ko'p. Tugamaydi, baholasa. Mana donali, deyarli 70% shunaqangi butoqsiz bo'ladi. Ko'rsanib bo'laveradi. Inshaalloh holati chiroyli rekani. To'rqira. Hamma pachkani shunaqangi donali qilib ochib berish mumkin, ehtimoli katta. Sababi ichlargacha chiroyli bo'ladi. Mana taxtaning tagi taraf. Bemalol ko'rsanib bo'laveradi. 1 metr 11 ming so'm. 4,5 ga 4. Bu nargindan ko'ra kattaroq reka. Qalinligi 4, kengligi 4,5, uzunligi 6 metrli. Xuddi shunaqangi donali reka. Bu katta pachkasi. 7800 so'mgacha sotib kelgan rekam. Narxi 7200 so'mga tushirib qo'ydim. Oldingi safar ham 7400 ming so'm qo'ygandim. Narxi 7200 so'mdan 4,5 ga 4, 6 metrli, donali, ulog'i, garbili yo'q rekani. Narxi 7200 so'm. Kengligi 14 cm. Qalinligi 4. To'liq razmer. Mana. Ko'rsanib bo'ladi. Inshaalloh holati chiroyli taxta. Kengligi 14, qalinligi 4, uzunligi 6 metr, narxi 130 ming so'm. 133 ming, 130 ming ham qo'yildi orada. Narxi 130 ming so'm. Kengligi 10,5, qalinligi to'liq 4, uzunligi 6 metrli, belyari taxtasi, tanasi katta butog'i yo'q, holati chiroyli mana. 100% sasna. Inshaalloh ichlarigacha garantiyali. Narxi 98 ming so'm. 105 ming, 107 minggacha sotilgan vaqtida. Ham dollar tushdi, ham taxtaning narxi tushirilgan. Narxi 98 ming so'm. Xudo xolasa dollar kursini ham hamma viloyatda deyarli bir xilda savdo bo'lib qoldi. Sotilayotgan narxidan 2000 so'm yo 3000 so'mgacha qimmatiga olaman savdoga. Kengligi 77, 78, qalinligi 1,6, 1,7, uzunligi 4 metrli. Zavod pachkali taxta, ikkinchi sort. Holati chiroyli. Inshaalloh uzunligi 4 metrli. Zavodga sushilkaga kirib
quritib keling ha, xudo xolasa. Uzunligi 4 metrli, kengligi 77. Qalinligi 1.6-1.7, uzunligi 4 metrli. Chorniy polga, abrushotkaga ishlatishadi, vassalikka. Narxi 19.500 so'mdan, uzunligi 4 metr, bitta donasi 19.500 so'm. Razmer aytib o'tganda 77 ga 1.7, 1.8. Suxoy taxta. Ayrimlarini sal defekti bor tagi tarafida. Strashniy emas, hammasiga arra tegan. Bemalol ko'rsanib bo'laveradi. Narxini 19.500 so'm qilib beraman. Donaligi. Asosiysi bunda katta butog'i singa chirgani bo'lmaydi. Taxtaning yonlari ko'rinish. Valnasi yo'q, defekti yo'q. Strashniy defekti yo'q. Taxtaning orqa taraf bemalol ko'rsanib bo'ladi. Vassalikka, chorniy polga, abrushotkaga ishlatishadi. Juda ko'p savdosi bo'lib turgan taxta. Narxi 19.500 so'm. Kengligi 10.5 ga 47 li. Qalinligi 4.7, kengligi 10.5, uzunligi 3 metrli. Suxoy 100% sasna, holati zo'r. Hop. Sifati to'rqirra. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 metrli ham ko'p so'roq bo'ladi. Kemay deyshadi. Inshaalloh bizda bor, doim bo'ladi. 14 ga 4, uzunligi 4 metrli, lestviniца, holati zo'r. 103 ming so'm qo'ygandim narxini. Kengligi 14 cm, qalinligi 4, uzunligi 4 metrli. 98 ming so'm. Tushirilgan narxda. Inshaalloh holati chiroyli taxtan. 14 ga 4. Zavod taxtasi pachkali, to'rqirra, garbil nuqson defekti yo'q. Kengligi 10.5 cm, qalinligi 2 cm. Hammasi bir xilda. Standart zavod taxtasi mana. Taxlanishida ham o'zi bir xilda chiqqan. Sifati zo'r, to'rqirra, katta butog'i, garbili yo'q. Polli taxta. Narxi 35 ming so'm. Kengligi 10.5 cm, qalinligi 2 cm, uzunligi 4 metrli zavod taxtasi, narxi 35 ming so'mdan. Kengligi 9.1, qalinligi 2 cm, shpun so'raganligi. Uzunligi 4 metrli zavod taxtasi, narxi 35 ming so'm buni ham. 9.1 ga 2 eksportnoy varianti. Narxi 35 ming so'm. Bitta donasi. Kengligi 14.5 ga, qalinligi 3.5, zavod taxtasi, sasna, holati chiroyli, to'rqirra. Narxi 80 ming so'mga tushgan. 87 ming, 86 minggacha sotilgan. 80 ming so'mdan. Bemalol ko'rsanib bo'laveradi. Keyin zavod taxtasi, bu alohida temada. Hammasi zavod taxtasi, bitta joyi taxtasi. 12.5 ga 35, 5 ga 35, bu yerda vagonkamiz bor. Xudo xohlasa, o'rab, akkuratniy qilib saqlaymiz, sababi laklanadigan fasadniy joyga inshaalloh juda bir ishi nozik bo'lgan sababligi uchun o'rab qo'ygan vagonkani. Mana avvalniy joylari ham bor, ko'rinib turibdi. Xudo xohlasa 100% sasna. Orqasidagi demxotlargacha ochilgan. Holati juda ham zo'r. Tayyor holatda mana bir bo'lga kirishi, zashni sloy bo'lgan. Keyin vaqtiki kelib ishadigan bo'lsa, mana ko'tarib o'rmasligi uchun zashni sloy 3 mm tashab ketilgan, 3 mm, 4 mm tig'i o'sadigan bo'lsa. Xudo xolasa mana kirgandan keyin yuzasi hammasini tushishlari cho'tki qilib ochilgan. E'tibor bilan hammasiga отдельно e'tibor qaratib bemalol ko'rsanib bo'laveradi. Bu taxtaning orqa tarafi 1 kvadratga 3 ta dona ketadi. Narxi bitta donasi 43 ming, kvadratga 130 ming so'mga to'g'ri keladi. 100% sasna. Inshaalloh holati chiroyli taxtani. Bemalol ko'rib, hisobidan chiqarib zakaz qilasizlar. Tagi juda ham ko'p. 1.5 mingta bor. Bu degani hozirgi kunda 500 kvadratga. Yana buni davomi bor. 500 kvadratdan oshiqqa yetmaydi degan xayol bo'lib qolmasin. Keragidan ortiq chiqartirib beraman. Zakaz qilib qo'yganman, yana bor bunda. Narxi 43 ming bir donasi.
Kengligi 5 ga 35, uzunligi 4 metrli, donali. Zavodskoy, Sukhoy, Sasna, to'rqirra, katta butoq garbili yo'q. Narxi 1 metr 7500 so'mdan rekani. 12,5 ga 35, uzunligi 4 metrli. Sukhoy, 100% Sasna, holati chiroyli, to'rqirra. Aybi nuqsoni yo'q. Orqa tarafi buni ham to'rqirraligi uchun orqa tarafdan ko'rsatib, aybi bo'lsa ham, aybi bo'lmasa ham hammasini aytib o'tamiz. Xudo xolasa, narxi 73 ming so'm. Kengligi 13 ga 3,5 sotiladi. 13 lik so'raganlar ko'rsatiladi. To'liq razmeri 12,5 ga 35 ko'rsatadi. Uzunligi 4 metrli, narxi 73 ming so'm. Hop, kengligi 11 sm, qalinligi 33-34. Uzunligi 4 metrli. Bu ham zavod sushilka taxtasi. Bemalol ko'rsanib bo'ladi. Katta butoqga sinadigan butoq yo'q. Oq butoq. Holat chiroyli. 100% Sasna. Narxi 58 ming so'mdan. Xudo xolasa, to'liq ma'lumotlarni berib o'tdim. Videoga tushmagan boshqa razmerlari ham bor skladda. Xudo xolasa, kimga qanaqa taxtalar kerak bo'lsa, zakaz qilsani, inshaalloh chiroylab ishini bitkazib beraman. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.